ma'lumot olgandim-da. Yana nima desam ekan? Qurtlar temasi juda ham katta temada. Agar biror xil savollaringiz bo'lsa, marhamat, savollaringizga javob beraman. Sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum, doktor, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Birinchidan bayramlaringiz bilan o'tgan. Rahmat, rahmat. Nimani so'ramoqchi edim? Kallaga bir narsa keldi. Masalan, bu piyo chinoqlar bilan shu narsalarni yo'qotish mumkinmi? Lekin hamma xili yo'qolmasa kerak, a? Например, tabiiy shu hamma xili yo'qolmaydimi deyman. Bu piyo chinoqlarni yeb yursangiz har doim. Ha, yo'q. Endi piyo chesnoklarni yeb yursangiz ham yaxshi. Birinchidan mana aytdim-ku, zahradonlarimizni yaxshilashimiz kerak. Qachon zahri ko'proq oqadi, shu piyoz, sarimsoq yeb yurgan paytlarimiz albatta zahri oqishi yaxshi bo'ladi. Lekin ko'p ham yeb yursangiz ham oshqozonni nima qilishingiz ham mumkin. Ko'p haddan tashqari yeb yursangiz ham. Ammo sizlarga shuni aytmoqchimanki, ana bu parazitlar sistemamiz bor-ku, bitta choy, keyin men hozir ishlatayotgan antigelmen. Shuni yiliga 2 marta ishlatinglar, juda ham zo'r natija olasizlar. Tushunarli. Shuni maslahat bermoqchisiz endi. Shuni ana men hozir shu ikkovidan zo'r natija olib o'tiribman-da. Insonlarda yaxshi natija olib o'tiribman. Bir uzilib keldi, nimani tavsiya qildingiz? O'sha qurtlarning hamma xilida, boshqa xillari ham hali fanda kiritilmagan dedingiz. O'shalarni общий nimani maslahat berdingiz? To'g'ri eshitmadim. Huzurda endi. Yo'q, bemalol. Men hozir birinchi choyimiz, qabziyatga qarshi choyimiz, u faqatgina kechqurun damlanadi. Keyin mana bu kapsula, antigelmen kapsulasi bitta ovqatdan keyin ertalab, keyin kechqurun ovqatdan keyin ichiladi. Обязательно kechqurun choy bilan ichiladi. Shu birinchi raqamli choyimiz bilan. Tushunarli. Antigelmen dedingiz, antigelmen. Antigelmen. Juda